7 kun davomida faqat tinimsizman meva yesam nima bo'ladi degan savolga javob topamiz bugun. Bu videoda bir hafta davomida vaznim qanchalik o'zgarishini va mevalar yuzimni qanchalik o'zgartirishini bilib olamiz. Bular menga foydali bo'ladimi yoki zararli? Bularni hammasini tekshirib ko'raman. Mana eksperimentdan boshlab oldim. Ertalabdan banayib ishga ketyapman. Shu yerda meni qolgan kunlarda nimalar kutayotganini bilmas edim. Mana hozir ishga ketyapman, kunim zur boshlandi lekin. Va men ishdan qaytgan payti meni issiq ovqat emas, meva kutib turgandi. Meni kayfiyatim birinchi kundan unchalik yaxshi emasdi. Chunki bunaqa mevalar borligini bilmasdim-da. Keyin 2 soat montaj qilib, yana meva yeb oldim. Ham montaj ham meva, tinimsiz meva yotibman, yomon ketyapti lekin. Ham do'stlar aytgancha, agar shu videoga 1000 ta odam obuna bo'lsa, ikkinchi videomiz haqida sizlarni kutib turibdi. Shunday qilib, uyda rejalarni yozib, ko'chaga tekshirgani chiqib ketdim. Mana kechki dushanba biza meva qidirgani magazinga chiqdik. Ha, mana mevalar qatoriga keldik. Yashillik qaysi pishgan bo'lar? Xom chiqadi, vaqqa ko'paygan. Meva xom chiqsin. Lekin o'zi ham pishgan bo'lib chiqdi. Mevalarni pulini to'lab ko'chaga chiqdik. Bu narsalarni nimaga oldik? Kecha ko'pala bozorlar qiluvdik, lekin noodatiy meva yegim keldi. Tungi soat 2 da nimagadir qornim och qoldi. Mana kechqurun ananas yemoqchiman, lekin kechqurunga bu meva menga og'irlik qilmasa bo'ldi. Ta'mi zo'r ekan, lekin oshqozonga aniq bo'ta kechasi. Va mevalarni ham qolganini to'g'rab olib, ularni yeb uxlashga yotdim. Ikkinchi kuni ertalabdan turib toza havoga yugurgani chiqdim. Kayfiyatim zo'r, lekin kecha yegan mevalarim ko'plik qildi choqi. Kechaki mevalarni yeb bo'lib uxladim. Ertalab tursam oshqozonimni sezmayapman. Mana ertalabki nonushtamni qilyapman. Va mevani yeb bo'lib, traktorda hammomga chiqdik, uni yuvdik va uyga qaytdim. Va obedga ham men kutgan mevalarni yeb oldim. Yana 5 kun meva yeyish kerak. Har kun har qancha meva yeyishga harakat qilyapman, chunki bitta mevadan zerikib qolmaslik. Va men kechga qanaqadir depressiyaga tushib qoldim. Keyin chopib borib o'zingni devorga yursang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan gapni eslab qoldim. Eshitmay ulgurmayapman, nimadir yegim kelyapti. Men depressiyadan chiqish uchun keyin shug'ullanishga qaror qildim. Men baquvvatbek bo'lishim uchun va energiyamni sarflashim uchun menga aynan sport kerak edi. Lekin haqiqatdan ham sport meni depressiyadan chiqardi. Men hozir hamma kuchimni ko'chaga yo'qib keldim, lekin meni uyda mevalar kutyapti. Do'stlar, hozir meva yomon bo'lib qolayotgan ekan, shuning uchun hammasini yeyishga qaror qildim. Mana o'zi yomon bo'lib boryapti. O'zi anchasini yeb qo'ydim. Mana 2-3 tasini yedim. Men ozgina o'yin o'ynab, keyin uxlashga yotdim. Men uxlashga yotdim, lekin hozir tezroq uxlamasam meva yana qornim och qoltirib, keyin yana yeb kelishim kerak bo'lishdi. Bugun o'zimni ham yengil his qilyapman, lekin tursam tomog'im bo'g'ilib qolgan. Keyin tanamdan qanaqadir mevani hidi kelyapti. Lekin o'zimni turgandan energiya to'laday his qilyapman. Da do'stlar, men 3-kuni ertalabdan yaxshi kayfiyatda choyni qo'yib ichib olib, keyin meva yedim. Ha, aytgancha do'stlar, 5, 6, 7 kunlarda tropik mevalar ichidagi topishda noodatiy mevalarni ham yeb ko'ramiz. Keyin ishga kelib bananni ham tashab oldim. Ishni tugatib bo'lgach esa, promoy uyga qoqdim. 4 xil tropik meva zakaz qilgandim. Tropik mevalarimiz yetib ketdi. Endi kelinglar menga noodatiy bo'lgan mevalarni sinab ko'ramiz. Bu xitoyliklar o'zim ekan Shayin Muscat ekan nomi. Ko'ksultonni pishib ketgani bo'larkan, ana shunaqa ush qilgan narsa ekan. Bunga undan 8 qo'yaman. Fizales degan nimadir sotib olganman, bu mevami o'zi. Mana bunaqa bo'lar ekan, korobkaning ichidan chiqadi. Vau, boki, barida ichidan chiqar ekan bu narsa. Anjir tam kelami, ta'mi kesli. Bunga undan 7 qo'yaman. Marakuya degan meva. Qaranglar. Kesli nimadir umuman yeb bo'lmaydi bu narsa, meva ekan lekin. Bunga undan 2 baho qo'yaman. Buni nomi jackfruit ekan. Qattiq serga ushqay. Wow! Bunga undan qo'yaman lekin, mangotam. Va mashinani uyga qo'yib, probkaligacha metroda ketdim. Va kemaga romantika qilib, o'zimni o'zim yaxshi ko'rishimni aytdim. Aylanib qaytayotgan paytim qornim yomon og'riyapti lekin. Menimcha mevalarga adaptatsiya moslashish bo'layapti shoqi. Nima har doim yangi narsani o'rganish og'riq keltiradi. Bitta kinoga aytadi, "Oyi, meni nimaga qornim og'riyapti?" desa, "Bolam, seni qorning og'rimayapti, shunchaki qorning to'ydi" deydi. Va kechasi endi oshqozonga mevalar botmasligi uchun xurmo va uzumni yeb yotdim. Baquvvatbek bo'lishimni 4-kunini yugurishdan boshladim. Va buni qaranglar-da. Savarchadagi tumanni birinchi marta ko'rishdim. Bugun kayfiyatim ham, ob-havo ham yaxshi lekin. Bugundan ko'cha ham sovuq bo'ldi lekin. Men endi bu yog'iga 3 kun davomida tropik meva yeb ko'rmoqchiman. Hozir mevani magazinga borib olib kelamiz. Birinchi kun olingan lekin yeyilmagan mevalarim o'zi pang'izlay boshlandi. Chirigan bo'lsa yesa bo'ladi, lekin pang'izlagan bo'lsa ichi o'tganmi deb o'ylabman. Eng yaxshisi buni yemaganimiz yaxshi. Yana ichim kechasi bilan qo'shiq aytib chiqmasin.
eng qizig'i bitta narsani aytib ketay. Qornim ochsa mandarin yeyishni o'ylayman, lekin mandarin nabarot hazm qilish uchun yeydilar mandarinni. Men magazinga chiqib kerakli mevalarni topolmayotgan edim, lekin ko'zim bir mevaga tushib qoldi. Bu mevani men anchadan beri qidirgan edim. Va 3 xil mevalarni va nihoyat sotib oldim. Ha, aytgancha do'stlar, videoni oxirigacha ko'rsangiz 8-kun men hamma statistikalarimni 7 kun davomida faqat nimalar yegim kelganini bilib olishingiz mumkin. Va shu payti Snickers ko'rib qolib, endi shunaqa yegim kelyapti, meva emasda. Yo, mevami. Tropik mevalarga qo'shib yana ozgina meva olib, kechga tarvuzni yeb ko'chaga chiqib ketdim. Ishim uzoqroqda bo'lganligi sababli elektrichkaga borishga qaror qildim. Kechki soat 7 da u yerga yetib borsam, traktorimni ushqatish kerak ekan. Traktorimni ushqatib bo'lib, uyga piyoda qaytdim. Bugun kun bo'yi rulga o'tirganim uchun piyoda yurgim keldi ozgina, lekin energiya full boki. Shunday qilib 4-kunimiz ham tugadi. Bugun endi sizlar bilan mevalar juda ham yomon bo'lib ketgani uchun salat qilamiz. Mana bunaqa salat bo'ldi. Buni to'yxona ishlab o'rganganman. To'g'risi, o'zimizda salatda qilib ko'raman hozir. Bu yoqma o'zimga ham. Mana endi qilgan mevam, endi qilgan desertim o'shqar lekin. Ta'mi zo'r bo'libdi, lekin yogurt yetmayapti. Mevani oxirgacha yeb bo'lib, ustidan choyni ichib ishga chiqib ketdim. Ishga ham albatta. Bitta banan olgandim, bitta bananga qornim to'ymasligini bilib, mandarin va mango qo'shib oldim. Bilmadim, buncha narsani yeb semiramanmi, arig'laymanmi? Mayli, oxirida ko'ramiz. Hozir menga yuvdim, donay chiqdi. Donayning ichidan nima chiqishini ko'ramiz hozir. Tamam ekan, achchiq. Kechga esa bir quti kivi yegim keldi. Mana bu birinchisi. 2-3 kivilardan keyin yuzim bujmaya boshladi. Kivini ko'p yeganim uchun tilimni yorib shunaqa achishyapti. Kividan keyin xurmo yeb, magazinga chiqib, o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni olib uyga qaytdim. Endi kechga pomelo yeb ko'ramiz. Pomelo bilan qalban birga bo'lgan setkachasini olib, uni 2 ga bo'lib oldim. Unasini yesa, nima narsa bu? U shunaqa bo'lish kerak bunachi? Hididan apelsin hidi kelyapti. Kisli nordon, apelsin qanaqadir kattasi. Bilmadim, chisti tropik meva haqiqatan. Bunga undan 3 ball qo'yaman. Va men ko'chaga chiqib ishlarimni qilib, 1-2 narsa olib qaytdim. Mana do'stlar, ko'chaga chiqib 2 narsa olib keldim. Birinchisini ishdan badarka qo'yardilar. Buni 7 kundan keyin yeyman. Ikkinchisini Mayka o'zim sotib oldim. Hozir anchadan beri shug'ullanyapman. Qani bu yarashadimi menga ko'ramiz. Mana, qanday ketdi? Maykachi. Men cho'milib chiqib banan va uzumni yeb, kechasi bilan meva yeb chiqib, 5-kunimni shunday o'tkazdim. Aka, assalomu alaykum. Mana bu tipiga alma bor ekanda, alma olib chiqarasizmi? Hozir. Do'stlar, biz sveji meva olyapmiz. Baribir sveji alma yegan boshqachada. Ama yaxta ekan alma. Lekin ham shirin ekan, qanaqa sortli alma bilmayman lekin. Va biz ishdan keyin Piterdagi afsonaviy Ermitaj muzeyiga kirdik. San'atda shunday ekan demaylar-yu. Lekin bu yernecha o'zimizni to'yxonalarga o'shqar ekan. Ko'pchilikdan bu yerni zo'r deb eshitganim uchun anchadan beri bu yerga kirgim kelardi. 1642-yil vaqim meva. Kirib hafsalam bir bo'lmadi, lekin oilaviy kelsangiz uyalib qolasiz deb o'ylayman. Shumulchalik haykallar haqida aytayapman. Bu xonaga kirib esa Merlin kinosini ko'rganday bo'ldim. Haykallar turgan xonaga kirdik hozir, amsevs. Qolgan haykallarni ham ko'rib, oxirida orkestrda eshitdim. Aka, nima deysiz? Tema. Aka, bilay, bari ijod boshqa narsada. Bilay, san'at, madaniyat, bari odam ichiga bo'lishi kerak, uyg'unlik bo'lishi kerak. Shuni bariga borib diskoteka, turbalar bo'ldi. Biz yaxshi kayfiyatda u yerdan chiqib, mana bu biratni ham eshitib uyga qaytdik. Mana sizlarga aytganimdek, 6-kuni avokado yeb ko'raman hozir. Bu donay ekan qanaqadir. Pishgan, buni adashmasam salatlarga qo'shildi o'zi. O'zar ekan. Tufla qus. Qustasha. Men yana qaytdim do'stlar. Bu mevani shirin deb o'ylavdim. Avokadoga undan bir baho qo'yaman, balki kimdirga yoqar. Ta'mi qanaqa? Ta'mi yer yang'oqda suyuq varianti o'shqa. Va kunimni olmay yeb yakunladim. 7-kun. 7-kun nima yeyishimni o'ylab yurgan paytim, qaranglar, men nimani ko'rib qoldim. Anor sharbati. Maylimi etsam? Bittasini olib ichib ko'ramiz hozir. Zo'r ekan, lekin men ham qilib ko'raman. Haqiqatan ham tabiiy ekan, bak shunaqa O'zbekistonni eslatyordi. Ana endi bugun sizlar bilan mevadan kokteyl qilamiz. Birinchi bo'lib kokteylchi akaga rahmat, bunaqa ideya berganlari uchun. Ishni boshlaymiz bo'lmasa. Mevani maydalash uchun faqat shunaqa blender topdim uydan.
Vashi. Bo'ldimi, yangi yil qilmasam ham bo'lar choq endi. Yangi yilni bugun nishonlayapman, yo bo'lmasa bugun tug'ilgan kunim. Mana bunaqa narsa chiqdi. Ko'rinishi bo'ladi o'rtacha, lekin ta'mini hozir sinab ko'ramiz. Tam vashi boshqa narsa bo'ldi, boku. Endi men qolgan kunlarni qanday yashashni bilaman. Ikkinchisini ham qilib ichib oldim. Lekin kivi qo'shganimga ta'mi keslik bo'ldi. Menga ko'plik qilsa ham uchinchisini ham ichib oldim. Bilasizlar, bu kokteylda shunaqa ko'p vitaminlar bor. Aytganda mevani yevdimmi? Kechqurun ham kokteylni ichib oldim, lekin kutilmaganda Aka qorningiz o'rninga yoshimga xalaqit qilyapti. O'zimga ham xalaqit qilyapti. 24 yoshingizga bu xalta sizga nima kerak? Qorning tirtiq qizmi? bo'lmasam o'z uchun dietolog aslidinovga yozasiz. Rezultat bo'ladimi? Aniq bo'ladi. Da do'stlar, mana nihoyat biza kutgan 7-kun ham keldi. Bu mevani nomi pitay, ya'ni ajdar yuragi. Endi bu tropik mevani ham yeb ko'ramiz. Nomi esimdan chiqib ketib qoldi. Ruhxamismi? Ruhxamis. Aveya ajdar yuragi ismi? Axraniya, Alexandros kasalligi bilan. Arxiviya. Mevani asl nomi pitay ekan, lekin buni ajdar yuragi deykanlar. Wow, ichini qaranglar buni boku. Nima narsa bu? Bunaqasi umuman ko'rmaganman avval. Hididan o't hidi kelyapti qanaqadir. Umuman ta'm boshqa narsa ekan boku. 90% anjir ta'm kelayotgan. Ta'mi 10 dan 10 zo'r narsa ekan lekin. Ana endi 7 kun davomida nima yegim kelganini ko'rishingiz mumkin. Lekin bundan oldin statistikalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi vaznim o'zim ham kutmagandim 2,5 kilo ariqlab ketibman. Tualetga qatnashim 3 dan 1 ga pasaydi. Energiyam 6 dan 8 ga ko'tarildi. Uyqum 7 dan 8 ga yaxshilandi. Tanamdan yangi dushdan chiqqanday hid kela boshladi. Yuzim esa ancha tiniqlashdi. O'ylab qarasam avvaldan tiniq bo'lgan ekan. Qarang bola qanchalik baxtli ovqatlanyapti. 7 kun oldin betim g'ijim bo'lib yuruvdi. Baribir ovqatni o'rnini meva bosmas ekan. Hamma narsani o'zini o'rni bor. Bu videoni menga qilish qiyin bo'lgan bo'lsa-da, baribir ham bu videoni qilishni uddaladim. Obuna bo'lib, like bosib keting. Har bir obuna va likingiz men uchun muhim.